Assalomu alaykum. Efirda intervyu 24 dasturi. Men Nozima Mahmudova va bugungi suhbatdoshim British Assessment tashkiloti ta'lim yo'nalishi bo'yicha bosh maslahatchisi Steve King. Janob King, O'zbekistonga xush kelibsiz. Tashkilotingiz Prezident maktablari bilan kirish imtihonlari yuzasidan hamkorlik qiladi. Aytingchi, O'zbekiston bilan yana qaysi yo'nalishlar bo'yicha qo'shma loyihalar amalga oshirish rejalashtirilgan? Ha, to'g'ri aytasiz. Biz O'zbekiston ta'lim sohasining turli yo'nalishlari bo'yicha hamkorlik qilamiz. Prezident maktablari bilan hamkorligimiz natijalaridan juda mamnunmiz. Kirish imtihonlarini tashkil qilish, o'tkazish va baholash bo'yicha samarali mehnat qildik. Qolaversa, jahon standartlariga mos keladigan o'quv dasturlarini joriy qilish bo'yicha qator loyihalarni yo'lga qo'ydik. Endilikda Prezident maktablari o'quvchilari xalqaro ta'lim standartlariga javob beradigan o'quv dasturlari asosida bilim olib, xalqaro sertifikatlarni ham qo'lga kiritishlari mumkin bo'ladi. Shuningdek, biz Amerika Qo'shma Shtatlari Xalqaro taraqqiyot agentligi va Xalq ta'limi vazirligi bilan birgalikda maktablarga darsliklar va o'quv materiallarini ham yetkazib berish bo'yicha hamkorlik qilyapmiz. Bu 200 dan ortiq o'rta ta'lim maktablarining 1-11 sinflari uchun ingliz tili darsliklari hamda 5-11 sinflar uchun axborot va kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha darsliklarni o'z ichiga oladi. Jumladan, biz xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi, Davlat test markazi va O'zbekistondagi Britaniya kengashi va boshqa tashkilotlar bilan yaqindan hamkorlik qilamiz. Prezident maktablari bitiruvchilarining erishgan yutuq va natijalarini qanday baholaysiz? Bu yil Prezident maktablari bitiruvchilarining barchasi oliy ta'lim muassasalari talabalariga aylandi. Bunday yuqori natijalarning sababi nimada deb o'ylaysiz? Darhaqiqat, bu ajoyib natija. Prezident maktablari o'quvchilarining mehnatkash va intiluvchan ekanligiga ular bilan uchrashib, suhbatlashganimdan keyin amin bo'ldim. O'z orzu va maqsadlari yo'lida ortga chekinmaydigan, har qanday qiyinchilik, imtihonlardan qo'rqmas, turli vaziyatlardan chiqib ketish yo'llarini topishdagi fikrlashlari bilan menda katta taassurot qoldirdi. Prezident maktablarida yuqori salohiyatli, o'z yurti va xalqi uchun xizmat qiladigan bilimli yoshlar jam bo'lgan. Biz hozir bor yo'g'i 2 yil ichidagi natijani ko'ryapmiz. Ayniqsa, bu 2 yil pandemiya davriga to'g'ri kelgani, bu yilgi bitiruvchilar umumiy o'rta ta'lim maktablaridan kelib, yangi muhitga va talablarga o'rganib, hozirgi natijalarga erishganlari juda katta yutuq. Siz yoshlaringiz bilan faxrlanishingiz lozim. Prezident maktablari ta'lim dasturi boshqa ta'lim dasturlaridan nimasi bilan farq qiladi? Prezident maktablari o'quv dasturlari va darsliklarini tayyorlash Cambridge International Pathway dasturi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Masalan, fizika, matematika, biologiya kabi fanlarni o'qitishga alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, umumiy o'rta ta'lim maktablarida mavjud adabiyot, tarix, ma'naviyat, til va boshqa fanlar o'zgacha yondashuv asosida o'qitiladi. Bu o'quv dasturi xalqaro STEM dasturi va an'anaviy fanlar uyg'unligida yaratilgan. Hozirda ushbu o'quv dastur dunyo hamjamiyati e'tiboriga tushdi. Avvallari bunaqasi bo'lmagan. Biz bu tajribani boshqa mamlakatlarda ham qo'llab ko'rish niyatidamiz. O'zbekiston erishgan natijalarga ular ham erishsa, biz bundan albatta mamnun bo'lamiz. Yurtimizda olib borilayotgan ta'lim islohotlari, o'zgarishlar haqida qanday fikrdasiz? It's been very dynamic, and the reforms are ambitious, and it's clear that the reforms Islohotlar, o'zgarishlar salmoqli va sezilarli. Bu mamlakat rivojida ham yaqqol aks etmoqda. Islohotlar Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida vazirlar va hukumat nazoratida ekanini alohida ta'kidlash kerak. Islohotlarning ildizi maktabgacha ta'lim yo'nalishidan boshlanayotgani ham e'tiborlidir. Natijada bugunga kelib maktabgacha ta'lim tashkilotlari ko'proq bolalarni qamrab olyapti. Bu esa albatta mamlakat iqtisodiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Sababi endi ko'pchilik ayollar farzandlarini
yoshlarni bolalar bog'chalariga berib, ishga chiqish imkoniyatiga ega bo'lishmoqda. Maktabgacha ta'lim bo'g'imida boshlangan islohotlar maktab va oliy ta'lim muassasalarida davom etmoqda. Bu ta'lim dasturlarini yangilash, baholash mezonlarini qayta ko'rib chiqish, o'qituvchilar malakasini oshirish, zamonaviy ta'lim yo'nalishlarini joriy etishda namoyon bo'lmoqda. Ta'kidlash joiz, mamlakatda o'qituvchilik kasbi ulug'lanmoqda. Ularga izlanish, yangi bilimlarni egallashi, ustoz maqomiga erishish va bor bilimlarini o'quvchilarga yetkazishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. 2018-yilda O'zbekiston bilan ta'lim sohasida hamkorlikni boshlaganingizdan xabarimiz bor. O'sha vaqtdan buyon sohada umuman mamlakatda qanday o'zgarishlar bo'lgani haqida gapirib bersangiz. Well, yeah, I mean, as I said, in 2018 when I came here, I think Yuqorida ta'kidlaganimdek, 2018-yilda bu yerga kelganimda amalga oshirilayotgan islohotlar 2017-2021 yillarda rivojlanish milliy strategiyasi bilan bog'liq bo'lgan. Bu ajoyib g'oya edi. Men uchun bu yangilik bo'lgan. Bugungi kunga kelib esa bu g'oyani voqelikka aylangani, amalda natija berayotganini ko'ryapmiz. Shunday ekan, hozirgi yoshlar erishayotgan yutuqlar aynan o'sha g'oyalar asosida yuzaga kelganiga shubha yo'q. O'zbekiston va Cambridge Assessment tashkiloti o'rtasidagi hamkorlik istiqbollari haqida so'zlab bersangiz. We would like to do more with public examinations. Biz davlat imtihonlari tartibi, o'qituvchilar malakasini oshirish ustida ishlashni, buni prezident maktablari bilan hamkorlikda amalga oshirishni rejalashtiryapmiz. Shuningdek, maktablarda aniq fanlarni chuqurroq o'qitishni yo'lga qo'ymoqdamiz. Shunday qilib, biz turli idoralar bilan bu borada muzokaralar olib boryapmiz. Biz bu jarayonda shunchaki yordamchi va hamkormiz. Men bu yerga kelgan ilk kunimdan bu vazifamni oqilona bajarishga harakat qildim. Qolaversa, bu men uchun shunchaki vazifa emas. Bu yerda menga qadrli bo'lgan do'stlarim bor. O'zbekiston haqiqatdan ham tez rivojlanmoqda. Mamlakat aholisi chindan ham mehmondo'st. Ushbu o'lka endi mening qalbimda alohida o'rin egalladi. O'zbekiston haqida yana bir narsani aytmoqchimanki, o'zbek milliy taomlari juda mazali, mevalari shirin, sabzavotlari esa tengsiz. Umid qilamanki, endilikda Buyuk Britaniyaliklar ham bu mahsulotlardan bahra olishadi. Sababi yaqinda Buyuk Britaniya va O'zbekiston o'rtasidagi yangi savdo shartnomalari imzolandi va bu biz uchun chindan ham ajoyib yangilik bo'ldi. Me and my family can enjoy the wonderful produce that you have here in the UK very soon. Savollarimizga samimiy javoblaringiz uchun va bizga ajratgan vaqtingiz uchun tashakkur. Hurmatli tomoshabinlar, bu intervyu 24 dasturi edi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.